Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ustoz. Va alaykum assalom. Aziz bolalar. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Kayfiyatlar qanday? A'lo. Yaxshi bo'ldi. Bugungi darsimizda, mahorat darsimizda sizlarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Aziz bolalar, bugungi mahorat darsimizda o'zbek bolalar folklori, o'zbek bolalar folklorida bolalar o'yinlari, bolalar qo'shiqlari haqida bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Aziz bolalar, bolalar folklorida kattalar ham, bolalar ham bab-baravar hissa qo'shgan. Ma'lumki, har bir mamlakatni o'ziga xos urf-odatlari, qo'shiqlari mavjud. Shuningdek, bizning mamlakatimizda ham bir-biridan ajoyib bolalar o'yinlari, bolalar qo'shiqlari mavjud. Biz mana shu bolalar o'yinlaridan, bolalar qo'shiqlaridan sizlar bilan birgalikda ijro qilib, qadimda ota-bobolarimizdan qolgan o'yinlarni birgalikda hozir ijro qilib, bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Voy-chechak bolalarni men bilan birga kelgan, birgalikda bolalar o'yinlaridan kim oladi o'yinni birgalikda ijro qilamiz. Ma'qulmi sizlarga? Tayyor misizlar? Qani, qizim, boshla. Kim oladi yo? Shugina-ya. Bu qanaqa o'yin bo'ldi? Bu o'zimizning milliy kim oladi o'yini. Bunda ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz-da. Kim oladi yo? Shugina-ya. Kim oladi yo? Shugina-ya. Kim oladi yo? Shugina-ya. Kim oladi yo? Shugina-ya. Kim oladi yo? Shugina-ya.
ko'rdilaring rollarimizni ijrosini. Sizlarga ham bizlar taklif qilamiz to'garaklarimizga. Bizlarda to'garaklarga borib, bolalar o'yinlarini o'rganishlari mumkin, qo'shiqlarni o'rganishlari mumkin. Shu o'rgangan qo'shiqlaringni maktab tadbirlarida ijro qilishlari mumkin. Nima yordam bo'lsa, bizlar qo'limizdan kelgancha sizlarga ko'maklashib turamiz. Borasizlarmi? To'garaklarga. Boramiz. Borasizlarmi? Borasizlarmi? Ha. Kutib qolamiz sizlarni. Sizga ham rahmat. Kelgan shuncha joydan kelib, mana shu qo'shiqlarimiz uchun tadbir o'tkazib turardi. Bu ham nima desam bo'ladi, bir vaqtimizni mazmunli o'tkazishda bu. Nimanidir, mana masalan, men o'ylamak men yo'q edim, tadbir lekin nimanidir o'rganganimizga kerak. Masalan, bo'ysunimiz bo'yicha, bo'ysundagi boshqa joylarga yo'q bunday narsalar. Mana noqonuniy madaniyat bo'yicha sizga katta rahmat. Rahmat sizlarga. Shular nomidan rahmat. Sog' bo'linglar. Mayli.